Endi ham olib kelavermadik-da, onasi. Voy. Ko'rdingiz-ku, dadasi. Buvisi bir kun Qosim menikida deb rosa yaxshi ko'radi-yu nevarasini. Ha. Sog'ingan bo'lsangiz ertaga keladi. Endi sen bilan biz mana shu uyda yashaymiz. Qarang, onasi. Voy dadasi. Navuncha chiroyli. Issiq suv, sovuq suv bor-a, dadasi? Ha, bor. Bittasini burasang issiq suv tushadi. Yana bittasini burasang sovuq suv tushadi. Voy. Unda menga katta bochka olib bersangiz, issiq suv bilan sovuq suvni aralashtirib ishlataman-da. Chumchuq kalla. Ha, ikkalasidan ozgina olsang jumrakdan tayyor iliq suv bo'lib tushadi-ku. Olib qo'yib nima qilasan uni? Endi men qayerdan bilay dadasi? Bir umr qishloqda yashagan bo'lsam. Lekin hamma narsa bor ekan-a, dadasi. Hech nima olib kelmabmiz-a. Shu seni qiynalmasin deb hamma narsani tayyor, hamma sharoitni qilib olib keyin olib keldim-da, oyijonisi. Dada, Wi-Fi ham bormi, Wi-Fi? Sen bolaga Wi-Fi bo'lsa, ha? Ha, qachon bunday bir yaxshi ish bormi, yaxshi kitob bormi deb savol berasan? O'zingiz ko'p savol berma degansiz-ku. Men keraksiz savollar berma deganman. Mana misolchi kecha nima deb savol berding? Qachon mashina olib berasiz deb savol berdim. Mana shu eng keraksiz savol. Mana senga mashina nega kerak? Qani menga aytchi, ha? Mana sizni ishga borib kelib turaman, oyimni qishloqqa borib kelib turaman, mehmondorchiliklarga olib boraman. Bola, hech qanaqa mashina kerak emas, bilding? Men ham bekorga sotib yubordim o mashinamni, ha? Mana shuni ko'chaga chiqsang, metro tayyor. Mazza qilib u yoqqa yurasan, bu yoqqa borasan, har tomonga yuradi metro. Nimaga shuni urishaverasiz, dadasi? Endi shaharga keldi. Endi ish topib qolar. Dada, o'zingiz yaxshi ish topib bermadingiz-ku. Yaxshi ish topib berganingizda ishlarmidim. Yog'liroq joyga ishga joylashtirib qo'ying deding. Mana yog' zavodga ishga joylashtirib qo'ydim, qorovul qilib. Eplolmading-ku o'zing. Keyin pulli joy bo'lsin deding. Mana bankka qorovul bo'lib, aqrona bo'lib ishga kirding. Uni ham eplolmading. Sir daromad bo'lsin deganda sizga. Onasi, unday joylar band. O'zing ko'rib turibsan, har kuni internetda, televizorda unaqa joyda ishlaydiganlar har 2 kunda bittasi qamalyapti. Menga qarajiyan, nega sen ishga chaqayapsan? Ha, po'chog'i bilan yutmayman-ku. Nega bu yerda semishga chaqayapsan demoqchilar? Chunki shu yerda o'tiribman-ku. Seni tanimadim. Nima yaqinda ko'chib keldingmi? Bu yer bolalar maydonchasi-ku. Hamma yog'ini dabdala qilibsan-ku. U shundoq ham rasvos chiqyapti-yu. Ha, senga o'xshagan mollar ko'pda bu yerda ham. Ota-onang keyingi insonlar shu yerni tozalaydi. Uyalmaysan? Ha, sizlar ham o'tirib ollaring-ku mana bolalar maydonchasiga. Biz shaxmat o'ynaymiz. Shaxmatdan axlat chiqmaydi-ku. Menga qara, sen ichkani bu yoqqa olib kelgin. Semishga oling deysiz. Mana semishga bor ekan-ku. Nega qara? Buni iflos qilmasang chaqish yo'li bor. Mana buni bu yoqqa qo'yasan, po'chog'ini mana bu yoqqa tashlaysan. Tushundingmi? Chiroyli qiz ekan. Bizni podizga kirib ketdimi? Qaysi uyda turar ekan bu qiz? Attang, yetolmay qoldim-da. Bizni podizda turar ekan. Lekin qaysi uyda turar ekan, ha?
rosa ham chiroyli qiz ekan. Shaharda bir-birini tanimaydi. Bizni qishloqda 7 mahalla naryoqdagi odam bir-birini taniydi. Dadamga aytdim. Moshina olib bering dedim. Qiyinmi shu? Bitta moshina olib berganda ilintirib olarmidim. Ana keyin uchrashuvga chaqiraman. Ana keyin uylanaman. Shaharda chiroyli qizlar juda ham ko'p ekan. Yuring. Yo'l qolmabdi-ku menga. Ha, pot bo'psiz unda. Nima degani opa? Durang degan so'zda. Ha, unda durang bo'lsa yutqizmanmiz-ku. Endi bitta katta muammo bor-da. Qanaqa muammo? Yutqazgan odam mana buni axlatxonaga olib borib tashlash kerak edi. Kim tashlaydi? Hozircha turib tursin. Men ham yutqizganim yo'q. Siz ham yutqizganingiz yo'q. Ertalab o'yinni davom ettiramiz. Kim yutqizsa, o'sha olib borib tashlaydi. Ma'qul bo'ladi. Xotin! Xotin! Ha, Bu dasturxon juda g'arib-ku. Ichimliklarni qo'ymabsan. Choy yo'q, non yo'q. hozir mana tayyorlayapman, olib kiraman hozir. Chaqqon bu. Voy, dada nima qilyapsiz? O'tiribman, qizim, kel. Endi odatimizga ko'ra, yangi uy olgandan keyin mahalla yosh ulug'larni, qo'ni-qo'shnilar chaqirib bir chuqum osh damlab tanishib olamiz-da. Odatimiz shunaqa-yu, qizim. Voy, dadajon, kalbisi hidi zo'r ekanmi? Qo'y. Mehmonlarga qizim bu. Voy, xaridingiz olib keldingizmi-da? Hidi uncha zo'r. Menga ham yoqadi edi, qizim. Mehmonlarga bu. Tegma. Voy, uyimizda shokolad bor ekanmi? Ha, shokolad bor, lekin bu ham mehmonlarga, qizim. Mevalari qarang, sara-saraligini, puchoq olib kelaymi-da? Menga qara qizim. Meni yaxshilab eshit. Bu narsalarda meni ham yegim kelyapti. Lekin sabr qilib turibman-ku. Hammasi mehmonlarga. Tushundingmi? Mehmonlar kelib ketsin. Agar qolsa, keyin hammamiz birga yeymiz. Sen, men, akang, maylani oyingni ham chaqiramiz. Dada, men sizni qizingiz bo'lgim kelmayapti. Voy, bu nima deganing, ona qizim? Shu uyda mehmon bo'lgim kelyapti. Qani kelinglar, qani mehmonlar kelinglar, qo'shnilar, kelinglar. Endi oyoq kiyimni ichkariga yechaylikmi, tashqariga yechaylikmi? Endi qo'shni bu oyoq kiyimni brendiga, yangi eskiga qaraymiz-da. Unda bir oyoq kiyimimizga bir qarangchi. Qani? Siz shu yerga yeching. Siz pastga yechib kelavermabsiz-da. Hazırlasın. Qani, ichkariga, marhamat, kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'sha kundan beri meni ko'z oldimdan ketmaysiz. Sizni yana ko'rarmikanman deb tunlari bedor o'tkazyapman. Menda ham shunaqa bo'ldi. Rostana, Voy, men sizga yolg'on gapiramanmi? meni juda ham xursand qildingiz. Meni ham juda xursand qildingiz. Yuring bo'lmasa, biron joyga borib o'tirarmiz. Yo'lda tomonda yaxshi kafe bor. Yo'q, menga shu yerda o'tirish yoqyapti. Mana yomg'ir yog'yapti. Menga yomg'ir yoqadi. Qani unda suriling, men ham o'tiraman. Nima qilyapsiz? Kimsiz siz? Kechirasiz. Ha, siz
men bilan gaplashyapti deb o'yladingizmi? Uzr, men telefonda gaplashyapman. Ha, mayli. To'xtang. Siz yangi ko'chib keldingizmi bu yerga? Ha? Mana yaqinda ko'chib keldik. 8-qavatda turaman. Biz 7-qavatda turamiz. Ismim Malak. Meni ismim Sanjar. Tanishganimdan xursandman. Sovqotib qolmadingizmi bu yoqda? Yuring, issiq-issiq kofe ichamiz. Men mehmon qilaman. Mayli. Kofeni yaxshi ko'raman. Qarang, shuncha o'tirib gaplashib, ismingizni ham so'ramadim mana. Ha, ismim Indira. Dadam Indira Gandini sharafiga qo'yganlar. Nima, birinchi muhabbatlari bo'lganmi? Qanaqa muhabbat? U hindistonlik-ku. Ha, to'g'rida, bizni erkaklar hindlarni juda sevishganda. U ham bironta aktrisa bo'lganmi? Qanaqa aktrisa? Hindistonlik bosh vazir siyosatchi bo'lgan. Qat'iyatli, aqlli bo'lgani uchun meni ham ismimni shunga o'xshasin deb qo'yganlar. Ha, to'g'risini aytsam, ismingiz noto'g'ri qo'yilgan ekanda. Xafa bo'lmang, yana qo'shni. O'zingizning ismingiz nima, qo'shni? Go'zal ismim. Ha, sizni ismingizni ham xato qo'yishgan ekan. Ha, uni buni qo'ying. Mavzuni o'zgartiraylik, qo'shni. Sizgacha hozircha shunaqa zonalar aytib beraman. Qo'ni qo'shnilarimizni kimlar yaxshi, kimlar yomonligini bir aytib beray. Bir eshiting siz. Ehtiyot bo'ling, birodar. Mashina bor-ku. Qayoqqa shoshyapti bu? Hali ehtiyot bo'lmaysizmi, birodar? Mashinani o'tishini qarang. Uni ko'zga qarab o'tadi-da. Chizig'i bo'lgani bilan baribir qarab o'tish kerak-ku yo'ldan o'tayotganda, to'g'rimi? Rahmat aka sizga. Hayotimni asrab qoldingiz. Bilmay qoldim o'zim ham. Sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayapman. Yaray, shartta emas, ovora bo'lmang. Bu har bir vijdonli insonning burchi, men sizga aytsam. Yo'q, aka ayting. Men nipda ishlayman. Balkim qanaqadir yordam tegib qolar sizga. Nipda ishlaysizmi? Bunday bo'lsa sizdan bitta iltimosim bor. Katta iltimos. Xo'sh, qanday? Nima? Sizni nipda bezovta qilishyaptimi? Yo'q. Unda biron-bir qo'shingiz bo'lishi kerakmi? Yo, eshiting meni. Iltimosim shuki, hozir odat bo'ldi-yu, bir arzimagan bir ish qilsa ham internetga joylab, video qilib internetga joylaydigan bir odat bo'ldi-yu shunaqa holat, to'g'rimi? Mana shunaqa qilmang. Hech kim bilmay qo'yaversin, iltimos. Nega aka? Axir bu qahramonlik-ku. To'g'ri, qahramonlik. Lekin buni mana internetda ko'rgan xalq qahramonlik deb hisoblamaydi-da. Keyin meni xalq kechirmaydi. Sizga esam erim kelishi kerak edi. Ovqat qilishim kerak. Ularga uncha-muncha ovqat yoqmaydi-da. Nimasi, eringizni ko'ngliga qarab ovqat qilasizmi, qo'shni? Ha, albatta. Masalan, siz dimlama yegiz kelyapti. Xo'jayiningiz esa osh yegilar kelyapti. Nima ovqat qilgan bo'lardingiz? Albatta osh qilaman. Qo'shni shunchalikmi siz? Sizni ham aytganingiz bo'lish kerak, qo'shni. Erkaklarga qo'yib bersangiz, aytganini qildirishadi. Indamasangiz, ustingizga ham uylanib oladi. Keyin o'tirasizmi aytdi, so'payib. Erim unday qilmaydi. Siz qayerdan bilasiz? Qo'shni, eringiz qayerda ishlaydilar? Sexlari bor, do'konlari bor, mahsulotlarni sotadigan ulgurji bozorlari bor. Ishchilari ham bo'lsa kerak-a, qo'shni? Ha, ishchilari bor. Mana, hozir hamma narsa onlayn bo'lib ketgan. Uyda o'tirib shu ishlarni bajarsa bo'ladi-yu. Qo'shni, xafa bo'lmang. Demak, xo'jayingiz kimdir topib olganlar.
Qornim shunday och. Osh pishdimi? Qanaqa osh? Men sho'rva qildim. Ay, bu nima deganing? Osh qilgin degandim-ku. Men sho'rva ichgim keldi. Shoshmang. Soat necha bo'lganini bilasizmi? Qayerda yuruvdingiz? Qorong'i tushib qoldi. Xohlagan paytingiz kelib, menga osh deysiz? Xotinjon, men seni tanimayapman. Ha? Xotiningizni tanimay qoldingizmi? Tanimaysiz-da xotiningizni. Boshqalar ko'zingizga chiroyli ko'rinadi-da. Mayli, onasi ket tortishmaylik. Men ko'chaga aylanib kelay, ungacha sen ham o'zingga kelib qolasan. Ha? Boring, boring. Kutayotgandir birontasi. Bahona topolmay turgandirsiz-a? Keling. Mani xaloskorim-ku. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling aka, o'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, bugun bayrammi deyman, ha? Yo'q, men ikkinchi tug'ilgan kunimni nishonlayapman. Ikki marta tug'ilganmiz. Bilasizmi? Siz qutqarib qolgan kun meni ikkinchi tug'ilgan kunim. Siz ham shu atrofda yashaysizmi deyman, ha? Ha? 21-uyda. 21-uyda? Ha? Nechinchi padizda? Birinchi padez. Birinchi padizda? Ha? Nechinchi qavatda? 8-qavatda. Men ham 8-qavatda turaman, 21-xonadon. Men 22da turaman. Haligi devori nariyog'ida demak siz turasizda. Ha? Yaxshi bo'ldi, tanishib olganimiz, bir narsani so'ramoqchiman. Xo'p. Doim uylaringdan mushukda ingragan tovush eshitiladi. Mushugimiz bor-da uyda. Mushuk boqamiz. To'g'ri, lekin haligi mushuk bir qiynalgan, azob chekkan, bir ingragan tovush eshitiladi-da. Odam rahmini keltiradi. Axir biz mushukni har kuni cho'miltiramiz-da. Cho'miltirganda mushuk bunchalik qiynalmaydi-ku. Endi shu mushukni cho'miltirgandan keyin tezroq qurisin, hamma yoni shilta qilmasin deb keliningizni burab siqadigan odati bor-da. Qaysi zamonda yashayapsiz, qo'shni? Hozir texnologiya asr bo'lsa, nima ko'p? Avtomat kirib oladigan mashina ko'p. Mashinaga tiqmaysizmi? Shundoq yuvib, quritib, dazmollab chiqarib beradi. Bechara mushuk ham ko'p qiynalmaydi. Xo'sh, nima bo'ldi qizim? Aytchi menga. Erim osh qilgin degandi. Men sho'rva ichgim kelyapti dedim. Xo'sh, keyin? Keyin qayerda yuribsiz? Soat nechi bo'ldi deb savol berdim. Xo'sh, davom etchi. Bu uyda meni ham aytganim bo'ladi, faqat siz aytganingiz bo'lmaydi deb baqirdim. Sen unaqa emas eding-ku. Seni nima jin urdi, bolam? Anu qo'shnim qo'ynimga g'ulg'ula solib qo'ydi-da. Qo'shnining eri o'zi nima ish qilar ekan? Uni eri yo'q, oyijon. Ha, tushunarli. Televizorning pultini menga bergin-da. To'xta. Qo'lingni ber. Qo'lingni ber dedim. E'tibor berib yaxshilab qaragin, qizim. Tilagingni, ha? Tilagingni tila. Baxting qilaman. Men hozir xohlardimki, butun dunyodagi odamlarning ko'zi menga o'xshab ko'r bo'lib qolsin. Biror narsani tushundingmi? Eskalator buzilib qoldimi, oyijon? Ko'rdingmi qizim? Hamma narsaga ham aqling yetavermaydi mana shunaqa. Odam o'zi qanday bo'lsa, boshqalarni ham xuddi shunday bo'lishini xohlaydi. O'sha qo'shnining eri yo'qmi? Demak, seni ham o'ziga o'xshatib kelgan, bildingmi? Bo'ldi, tushundim, oyijon. Bugunoq erim oldiga borib tiz cho'kib kechirim so'rayman.